Life hack, ozroq un olamiz. O'xshamayapti. Qizimda. Bu meni tillo qizim. Nonni ustiga yopishtirib qo'ydim shekilli. Assalomu alaykum qizlarjonlar. Hozir biz tandirda non pishiramiz. Buning uchun birinchi bo'lib xamirlarini olamiz. Xamirini olish uchun birinchi ozroq suvimizga, illiq qo'l kuymaydigan suvimizga 1 qoshiqcha shakar va 1-2 qoshiqcha dro'jja solib chetga olib qo'yamiz. Endi buni chetga olib qo'yamiz. Ungacha unimizni elakdan o'tkazib turamiz. Unimizning sorti Qazoqning birinchi sorti. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, agar unni qanaqa undan foydalandingiz deb so'raydiganlar diqqatiga, Qazoqning birinchi sorti unidan foydalanyapmiz. Mana unimizni elakdan o'tkazib oldik. Endi issiq suvimizga tuz solamiz. Suvimiz sho'r bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz, 3 qoshiq solib ko'ramiz, yana tekshirib ko'ramiz. Mana tuz soldim. Menga 5, mana shu suvimga 5 qoshiq tuz soldim. Men uchun, bizlar uchun mana shu yaxshi. Endi mana unimizni o'rtasini kovak holiga keltiramiz, ochamiz va shu yerga oz-ozdan suvimizni solib xamir qorib olamiz. Yana xamirimizni chetga olamizda va bu yeridan bir chetidan suv quyib yana xamir qorib olamiz. Men yana ozroq suv solmoqchiman. Xamirimiz qattiqgina xamir bo'lishi kerak, unchalik yumshoq bo'lmasligi kerak. Qo'limizga mana bunaqangi xamir yopishib qolsa, life hack, ozroq un olamiz va un bilan birgalikda xamirlarimizni qo'limizdan tozalab olamiz. Bu eskicha life hacklardan biri. Men sizlarga zamonaviy qilib aytyapman-da. Ana endi bu o'rtada nima dro'jjali suvimiz ham ko'pirib chiqdi. Mana endi buni ustidan quyib chiqamiz. Yana aralashtirib xamir qorishni davom ettiramiz. Harakat qilamiz. Dro'jjali suvimiz hamma joyga bir xil yetib borishiga to'g'ramizni aylantirib, xamirlarimizni aylantirib xamir qoramiz. Endi faqat xamirimizni yaxshilab mushlaymiz. Anchagina mushlash kerak bo'ladi. Xamir qo'lingizga yopishaversa, qo'lingizni ozroq suvlaysizda, yana mushlashni davom ettirasiz. Siz harakat qiling, to'g'ralarni qirqimasdan, to'kmasdan, sochmasdan. Endi meniki bilmayman qanday bo'lyapti. Siz harakat qiling tozaroq ishlashga. Qizlarjonlar, ishimni ayamga topshirdim. Chunki zuvola olishni bilmayman. Hozir hammamizga birgalikda o'rgatadilar. Qani boshlang, o'rgating qani. Menga o'xshaydigan, bilmaydiganlar ham oramizda bor bo'lsa kerak. Mana men mushlab berdim. Endi hozir ayam zuvolalarga olib beradilar. Xamirimizni bo'lib chiqyaptilar. Bitta kulchada ham olib qo'ying. Alhamdulillah, rahmat. Ikkita qiling-da, kulcha. Chiqmaydimi? 5, 6, 7, 8 chiqmaydi. Ha, qara. Qo'limizni bir qo'yamiz, bunisini olamiz, o'ng qo'limizni.
Buni bu yoqqa qo'ygandan keyin bu o'ng qo'limiz bilan aylantiramiz. Mana bu yoq bilan bosib, bu yoqni bosamiz. Bunisi bilan buni tepaga chiqaramiz. Ana bu katta lelamiz bilan buni ichkariga tiqamiz. Bosh barmoq bilan, bosh barmoq bilan. Yana bu yerdan olay. Mana. Endi siz meni videoga oling, qani men qila olaman. Mana. Bizni qo'yamiz. Bosh kaf bilan yetalab, bosh barmoq bilan tortamizmi? Qiyin, men uchun qiyindek. Qiyin emas bu narsa. Shunday, mana bunday qilsak-chi. Buni bilmadim, men bunday qilmaganman. Shu nima bo'lsa bo'ldimi? Mana bu yerga kirsa bo'ldimi? Qani? Mana. Betini ko'rsatchi. Ha, endi kimniki qanaqada endi? Hech shuni qila olmayman-da. Qo'lim yopishmaydi. O'xshamayapti. Sen buni ishla, men o'zim qilib tayyorlay. Sizlar yoshliklaringizda non yopib, opitni bo'lib ketgandasizlar. Biz yoshligimizga tandir non qilaydik. Har kuni ustomuz bor edi. Har kun ustalarga non sotib olmaysdik. O'zimiz har kuni tanurga 16 ta, 18 ta non pishiraydik. Endi bir 10 yildan beri allergiya bo'lganimdan keyin non pishira olmay qoldim. Men o'zimga ham qiziq qilib bo'lyapti. Birinchi marta tandirda non yopish. Bu ham ne qarasam agar juda ham katta mahorat kerak ekan bunga ham. Meni qaynonam shunday chiroyli non pishiraydilar yoshliklarida. Men kelin bo'lib tushgan paytlarimga shunday ham chiroyli edi. Qiyomat nonlar pishiraydilar qaynonam. O'sha qaynonamdan bizlar ham biroz o'rgangan endi. Lekin bir 10 yildan beri non qilganim yo'q. Agar esimdan chiqib qolmagan bo'lsa. Shu ayam ham shahardan qishloqqa to'y bo'lib kelganlar. Ama non yopishlarni Hamma ishni qilganman keyinchalik. Ro'zg'orga hamma ishni eplab ketganman. Qaynonam juda ham yaxshi ayollar, urushmaganlar, so'kmaganlar. Kelin bilan o'rganasiz. Kelin bilan o'rganasiz. 17 yoshar qizcha edim to'y bo'lib tushganimga. Qaynonam hamma narsani o'rgatdilar. Jonlari sog' bo'lsin. Qaynonamni, umrlari uzoq bo'lsin. Juda ham yaxshi ayollar qaynonam, juda ham tillo. Mana demasam. Reklama bo'lib ketdi qaynona. Yoshlarga shunaqa qaynonalik bo'lsin deb niyat qilaman. Qaynonam yaxshilar. bu esa kulcha. Kulchacha bolajonlar uchun. Hay shuni ikkita maydagina qilsamcha, birontasini. Chiqadimi? Ha, qancha mayda qilsang farqi yo'q-ku. Mana bu Fatima bilan Ayshaga-da. Mana Fatima ham onasi bilan birga. Onasi qayerda bo'lsa, buvisi Fatima ham shu yerda. Meni qizimda. Bu meni tillo qizim bu. Ana, ikkita kulchachamiz bo'ldi. Endi qoch qizim. Bunday qilib dasturxon tashlaymiz. Tagiga ko'rpachami muloyimroq narsa qo'yasizlar. Bunday qilib teramiz. Keyin buni ustiga dasturxon qo'yamiz. Endi bostirib chapachasiga bundaycha qilib bir-birovni ustiga teramiz. Ikkinchi qavat qilaylik. Ikkinchi qavat qilib. Ana. Qancha turish kerak bu? Endi bu achiganchada. Endi 1 soatga achiydimi, 2 soatga achiydimi? Solgan drojamizga bog'liq. Mana buni yarimda yopamiz. Keyinroq issiqroq narsa bilan ustini yopish kerak. Mana ustini yana adyol bilan yopib qo'ydik. Endi buni issiq joyda turishi kerak. Endi buni kutamiz qachon achib, qachon ko'tarilib chiqishini. Mana oradan deyarli 1 soat vaqt o'tdi. Endi ko'ramiz xamirlarimiz achiganmi, yo'qmi. Shunaqa tovush chiqishi kerak ekan urib ko'rganda. Endi buni bittasini olib ko'rsatib bering yoyganini. Qolganlarini o'zim qilaman keyin. Chappa tomonidan qilganingizda? Ha.
O'rtasini ko'proq bosib, cheti uncha bosilmaydimi? Ha, Pizzada ekanmi? Ana shunday qilamiz. Endi nonparimizni urib chiroyli qilib gulini chiqaramiz. Endi buni olamiz, chappa qilib qo'yamiz. Nimaga chappa? Lekin qotmasligi uchun. Ha. Endi ikkinchisini o'zim qilaman. Birinchi kulchachani Fotimaga beraman. Fotima qiladi. Men esa keyingi xamirim qani? Endi men ikkinchi xamirimizni olib yo'yaman chappasini qilib. Bu pufakchalar hech nima emasmi? Yaxshi achchigani bu. Qanaqa forma bersang, shunaqa non chiqadi-da. O'zim nonni formasi krugliku har doim. Mehrimachi, qani Mehrimani ham ko'ring, qani qila olyaptimi? Qo'llari yopishyaptimi? Yopishyapti. Mana bu yog'ini ham bunday qilib qo'y qizim. Mana bu chetini bosmaynalay. O'rtasini bos. Endi shuni o'zing yeysan. O'rtasiga urmadingda, Mehrima? To'xta. Bo'ldimi? Anne acıya koyalım. Kulchachadan hozir quyoshcha yasab berar ekanlar, ko'ramiz. Ama solnishka. Ana, solnishka bo'ldi. Shuncha qilib beraydik. Bunisini ham solnishka qilamizmi? Endi bir xil bo'lsin-da. Ma, o'zim tut qizim. Ana, solnishka. Uyib olsang solnishka bo'lar ekanda. Mana nonlarimizni yoyib bo'ldik. Endi buni ustini yopib, yana 30-40 daqiqaga ustini yopib tindirishga qo'yamiz. Xo'sh. Birinchi bo'lib hozir o'tin yoqib, tandirimizni oqartirib olishimiz kerak ekan. Endi mana nonlarimizni tandirni yoniga olib boramiz. Tandirimizni ozroq sovutib oldik, chunki issiq, juda ham issiq bo'lgan paytda nonlarni yopish mumkin emas ekan. Shuning uchun ozroq suv sepib tandirimizni sovutib oldik. Mana tandirni devorlarini ham ko'rishingiz mumkin, oq rangga kelgan. Mana shu tandirni oqarishi deb aytilar ekan. Qo'yilgan narsa non agar tushib ketsa ham kir bo'lib, kuymasligi uchun o'rtada shunaqa narsa qo'yilgan. Birinchi non yopishni hozir ko'rsatib beradilar. Shunga qarab yopishtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Maynaga. Nimaga gugurchib urdingiz? Ko'saba namaqa. Ustasa tarqon kana Buni orqasini tuzli suv. Mo'ltar kadangib. Tuzli suvga
Dastlab nasib boqarsan. Buni nonni orqasini tuzli suvga botirib olib, keyin yopishtirar ekanmiz. Ne oling. Chiqay chasponam. Metonimi? Hamjabami? Ha, mon. Ha, ana. Hamma joyga zer kun. Girdosha. Anamda. Ay, buncha issiq. Ha. Ay, betim kuyapti. Bo'ldimi? Ya, qattiqroq bo'lsaymi, bilmasam. Shu disto, manbati. Ha, shu kadamasi. Yopishtirganim juda ham qattiq yopishtiribmanmi? Nima bo'lib ketdi bu? Boshqamishda. Yopilib, yoyilib ketdi shekilli, hay. Oqib tushmasa bo'ldi. Nima nonlarimiz qizarib kelgandan keyin ustidan suv sepilar ekan. Bu Yaltirab chiqishi uchun. Faqat faqat. Holi jo'shqa chasvidangi. Ha, chasqon. Pinkani kirdosham chasvidim. nonni ustiga yopishtirib qo'ydim shekilli. Yo'qmi? Nasıl taktikal? Ne nisbaş fırınaysız çıkıram. Bunu qanday sug'urib olay endi? Romsasmi? Ha, почти fırına. Yarimi nonni ustiga yopishib qoldi-da. Bironta cho'pcha berqani bunday qilaydi. Ma, kort ketdi. Men xudam voy qilamiz yo'q. Garmda chiqaman. Hocamda kimchiqalar o'li gashta. Orada git. O'zi chasbondagi taxton dibi. Na chaspet naqs. Men qo'llarimni qaraylar qizargani bilinyaptimi? Shunchalik issiq urdi. Uni yengcha kiygan bo'lsam ham qilib tandirni og'zini yopib qo'yish kerak ekan, ozroq bir necha daqiqalarda. Shunda bir xil hamma joyi nonni qizarib chiqishi uchun. Endi mana bu qo'ralarni ozroq yoyib chiqdilar. Shu non yaxshi bir xil pishishi uchun. Endi buni ham bilgan biladi. Shahardagilar masalan bilishmaydi. Mana shu men yopgan non edi. Husni jamolini ko'ring, buni chiroyligini ko'ring. Hozir bitta nonimizni uzib ko'ramiz. Au, voy issiq. O'tinga mana chiroyli nonlar pishdi. O'zi bu nima pampushkacha bo'lishi kerak. Bizniki silliq bo'lib, pachaq bo'lib ketdi, lekin chiqisi yo'q. Zato Farg'onaning nonlariga o'xshaydi. O'zimizdan chiqqan mahsulot. Mana nonlarimiz ham tayyor. Bitta endi mana bu nima qildi, nonlarni polni videoga oldi. Barchaga yoqimli ishtaha. Kelinglar.